farzandingiz sovuq kun bo'lsa ham naskiylarni yechib botib tashlaydimi? Keyin pitir qilib qimirlayveradimi? Non, shirinlik, xamiri ko'rsa-yu, o'zini tuta olmay to'polon qilib tashlaydi, yeyman deb. Bu bolalar shunchaki sho'x emas, balki bularda virusli nagruzka ko'p, ya'ni organizm infeksiyaga to'la bo'ladi. O'shanda mana shunaqa g'alati odatlar paydo bo'ladi. Bu paytda jigar qattiq nagruzkada ishlayotgan bo'ladi. Farazan jigar 10 kilo yuk ko'tara olsa, shu holatda bir 15-20 kilo yuk ko'tarayotgan bo'ladi. Antiparazitar dorilar, shu jumladan albendazol, glislarni o'ldiradi va bu o'limtiklar yana jigarga qo'shimcha 15-20 kilo yuk beradi. Natijada 10 kilo yuk ko'tara oladigan jigar 30-40 kilo yuk ko'tarishga majbur bo'ladi. Yo bu jigar sinadi yoki yuk ko'tarishdan bosh tortadi. Oqibatda dori bilan bog'liq gepatit yoki jigar yetishmovchiligi kasalligi yuzaga keladi. Shu sababli avval virus davolanadi va so'ngra bosqichma-bosqich antiparazitar davolash yo'lga qo'yiladi. Albendazol foydali qachonki to'g'ri yondashilsa. Agar farzandingiz salomatligi kerak bo'lsa, uni avval o'rganing. Ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz Telegram kanalimga o'ting. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin, chunki bundan da foydali videolar hali oldinda.